yarmiga kelsa yiqilish kerak. Hali ana yarmiga keldi. Yarmidan o'tgan paytda yiqilyapti. Yiqilyapti. Ichida oddiy suv bor edi. Bu nima uchun muvozanatda turdi? Chunki ichida og'irlik markazini sun'iy ravishda chekkaga surib qo'yganmiz. Og'ir narsa bor ichida. Ha bundachi? Hech narsa yo'q. Buni og'irlik markazi o'rtada, buni og'irlik markazi chekkada turibdi. Og'irlik markazidan o'tmaguncha yiqilmaydi jismlar. Buni ham og'irlik markazini chekkaga surib qo'yganmiz, sun'iy ravishda. Shuning uchun yiqilmayapti. Og'ir narsa bor, shuning uchun buni yotqizib qo'yishda hech ham iloji yo'q. Baribir turib olaveradi. Ustidan bostirib qo'ysangiz turadi, qo'yib yuborsangiz yana turib olaveradi. Sababi tagida og'ir narsa bor. Og'irlik markazi asosda, pastda, ancha pastda. Bu yiqilish uchun pastga bosish kerak. Bu pastga tushish uchun dastasi qayerga ko'tarilishi kerak? Tepaga ko'tarilish uchun bu bosib turibdi ustidan.